Sizlar kabinni portlatib tashlabsizlar, qishloqqa qaytsin deb. Shuning uchun men mana shu kanalga Bedrock'da o'ynayapman endi. Endi meni faqat mana shu kanalda ko'rishingiz mumkin. Obuna va like tugmasini bosib qo'ying. Biz esa Arti bilan videoni boshlasak ham bo'laveradi. Salom, bu kunning yangiliklar. Bu kunning eng muhim yangiligi Elon Muskga oqshom olamining deydigan maxluqlarning bo'lishi kerak bo'lib qopti. To'liq va hozir. Ayni hozir men Elon Muskning to'g'ridan-to'g'ri reportaj olyapman. Ayting, bu kallalar sizga nimaga kerak? Men shunchaki uyimga qo'yish uchun. Biron sababsiz maxluqlarni o'ldirmoqchimisiz? Axir ular sizga nima qildi? Xullas, kallalarni kim olib kelsa uni yaxshigina mukofotlayman. Nima, siz qotil qidiryapsizmi? Yo'q, qanaqa qotil? Men shunchaki ko'ngilli qidiryapman. Menimcha tugatish vaqti keldi-yu, xayr hammaga. Bu Elon Musk deganlari aqldan ozgan shekilli. Bu ishga qaysi tentak borar edi deb o'tirmay, narsalarni olib, qishloqni chaqirib, bitta ish bor, portal quramiz dedi. Yaxshi. U esa yasanib nizrit kiyim kiyib tayyor bo'libdi va gulni berdim. Sevgan qizingga berasan deb. Men sevgan qizim yo'q-ku, nimaga aldaysan? Qishloqqa qara, faqat bir marta o'rgataman. Gulni mana shunday menga o'xshab qo'yasan. Tushunarlimi? Qani boshla. What the fuck? Bu endi nima qilyapti? Meni ishing bo'lmasin. Qishloqqa bo'ldik, yetadi, ketdik. Bizlar moblarni o'ldirishimiz kerak hali. Kallasini olib qadab qo'yamiz uyimizga bezik sifatida. Qani askar, tezda qo'y. Birinchisi ketdi, ikkinchisi tez. Qizlarga o'xshab nozlanmay qo'y. Ha, endi bo'ldi. Endi chelak bilan suvni qo'yib yuborsam, hammasi tugadi. Va so'nggi narsa, buni qo'yamiz. Tayyorlanib qochibdir. Bo'lmasa yomon ta'sir qiladi. O'ynayapman, qochib qol, suvga olg'a. Mazza. Voy, qishloq senga nima qildi? Yo'q, bila. Endi seni qishloq emas, qishloqqa jodugarsan. Endi ketdik, go, olg'a. Xo'sh, endi qishloq qachon paydo bo'lar ekan? Qishloqqa tezroq kela qolsa edi, 3 ta mobni shatta kallasini olib uyga jo'naversak. Xo'sh, menimcha meni kuttirib qo'ymadi. O'z vaqtida keldi o'sha shekilli. Ha, kuttirib qo'ymadim. Men sening dinozavrlar paydo bo'lgan davrdan beri kutilmoqdaman. Xo'sh, vaqtni olmasdan birinchi mob bilan jang qilamiz. Qishloqqa qansan? Ketdik, eshigi bu yoqda ekan. Qishloqqa mana ko'ryapsanmi? Mana bizning birinchi o'ljamiz. Uni kallasini shatta so'rib olishimiz kerak. Tayyormisan? Tez bo'l, men hozir eshikni ochaman. Olg'a, go, olg'a, qoch. Jon kam qoldi. Yo'q. Qishloqqa qarab o'tirmasang, yordam bersang-chi. Yo'q, o'lib qolaman. Afsus. Hech qisi yo'q. Ikkinchi raundga ham men tayyor turibman. Olg'a, men hozir pichoqing chiqarib tashlayman. Mana ularning yuragi, mana shuni yo'q qilsam, ularning hammasi bitta qolmay yo'q bo'ladi. Shunday dedi-yu, qishloqqa ketib qoldi. Endi men bir o'zim jang qilaman. Olg'a, men seni mazangni qochiraman deb o'zimni mazam qochib qoldi. Olg'a, men seni bu bo'lmasa boshqa raqib bilan kurashish uchun maydonga keldim. Peter King charmni albatta oling deyilgan taxtaga parvo qilmay jangga kirishdim. Jangimiz juda qizg'in ketdi, ammo tugadi. Yana o'sha mobning oldiga keldim. Uning o'q ochish tajribasini sinovdan o'tkazdim, lekin u g'ilay ekan. Hali menga uning bir dona o'qi ham tegani yo'q. Odam zerikib ketdi. Undan ko'ra boshqa kallasi bor mobni topishim kerak. Siz esa bu paytda ajoyib hodisaning guvohi bo'lasiz. Hozir o'q uchib ketadi. G'ilayning o'qi shu yergacha uchadi deb o'ylamagan edim. Olg'a, keyingi raundni boshladik. Men siz zerikib qolganga o'xshaysan. Bugun seni aniq yo'q qilaman. Qani kela qol, men seni kutyapman. Xo'p, mayli, senga so'nggi so'zingni aytishga ruxsat beraman. Yaramas, imkon bersa bu uradi. Hamma e'tibor bilan qarasin. Qo'lda uning o'zining kallasi bor ekan. Demak, bizda 3 ta kalla bo'ladi. Bundan yana bitta mob bor. Imkondan to'g'ri foydalanmaganing uchun endi o'zingdan ko'r. Qisqa tanaffus, men nonimni yeb olay, keyin urishingga ruxsat beraman. Men hali ruxsat bermadim shekilli. Endi o'zingdan ko'r, oxirgi raund.
Men bunga nima degan edim? Baribir o'ladi. Biz esa non yeyishdan charchamayapmiz. Xo'sh, endi uni qanday chaqirsam bo'lar ekan? Ha, tepaga chiqib ketaman yaxshisi. Yo'q, qishloq qo'shildi. Qishloq kutib tur, men seni hech kimga xafa qildirib qo'ymayman. O'lg'a, qishloqi, hozir seni qutqaraman. Xaloskoring keldi. Sen oldin o'zingni qutqar. Hozir men seni bir zarbada yo'q qilaman. O'sh qattiq tegdi. Mana qon ham to'kilibdi. Men buni dinka qilib kelay. Xo'sh, dinkasi meniki bilan bir xil ekan. Arti, u yerda nima qilib o'tiribsan? Tez menga ovqat olib kel. Qishloqqa qayerga ketyapsan? Meni bu maxluq oldida tashlab ketma. Eshikda tutuq chiqqan edi. Yo'q ekan. Mayli, qishloqqa meni kutib tur, hozir oldinga boraman. Xo'sh, qishloq qayerdasan? Men zerikib qolganga o'xshaysan. Men seni hatto tushimda ham eslaganim yo'q. Ana g'ajishga narsa keldi. Xo'sh, tayyormisan? Men qisqa tanaffusdan so'ng juda ham kuchga to'lib keldim. Qani kuchingni ko'rsat. Menga o'qingni otqani. Sen bolaga hech aql kirmadi-da. Hamma ishni menga tashlab ketding. Tez menga yordam bersang-chi. Hozircha o'zing eplab tur, sen duxini olib qo'yibsan-da, menga bu bo'ysunmayapti. O Xudo, bizga kuchliroq nimadir ber. Duoyingga ish berganga o'xshaydi. Menga sehrlangan oltin olma tushdi. Gapni cho'zmasdan menga ham bera qolsang-chi tezroq. O'zimni sodiq vafodor itim G'aji. Ha, va nihoyat men o'zimni kuchga to'layotganimni his qilyapman. Hech bo'lmaganda urinib ko'rdim-ku. Bunisi esa sal neta ketdi. Lekin bunda esa aniq o'lib qolaman. Arti, senga maslahat beraymi? Ha, bersang yomon bo'lmas edi. O'zingga ko'p zo'r berma. Gimoray bo'lib qolasan. Ha, juda kulgili. Yaxshisi men buning o'qlarini qaytaraman. Olg'a, qani kuchingni ko'rsat qani. Nima kelib qo'yyoq. Qishloqqa uddalaymiz. Atiga joni 8% qoldi va 7% Cristiano bo'ladi. Xo'sh, o'g'ilga 5, 4, 3. O'g'ilga hozir men uni o'ldirish uchun boryapman, kutib tur. To'xta. Endi o'g'ilga o'ldirib qo'yding-ku. Biz o'ldirdik. Qancha vaqtdan beri kutayotgan edik qishloqqa. Endi qara, men mana bu kallani oldim. Ko'ryapsan, sinib ketdi. Ko'chib hech qisi yo'q, menda ikkita bor edi, yana bittasi bor. Qishloqqa mana senga qilich tortdim, xuddi menikidek. Faqat uni o'ldirish kerak. Nega meni uryapsan? Yaxshi, boshqa joyga o'yna. Kattalarning ishiga aralashma. Bu vaqtda o'zim yakson qilaman. Sen esa xurosxonangni shimib o'tir. Men senga aytdim-ku, hali yoshlik qilasan deb. Qishloqqa, hozir senga buni qanday qilib yengishni o'rgataman. Qara, mana shunday urasan, keyin o'lib qolar. Taq, uyda kim bor? Uyda hech kim yo'q, katta xonaga ish qilyapman. Qishloqqa bas qilsang-chi, yaxshi gaplashaylik. Undan ko'ra mana bu qilichni ishla, sening uchun olib keldim. Biroz ishlatilgan, hech qisi yo'q, senga bo'laveradi. Yana Xitoynikini oldingmi? Ketdik, oxirgi bobda yengishimiz kerak. Ketdik qishloqqa. Xayr, katta qasrcha. Qishloqqa yordam berib yubor. U mobning binosi qayerda edi-ya? Qishloqqa yo'lda yana palakat chiqdi. Kayf qildim. O'lib qoldi. Unisi joni kam ekan. Qishloqqa qayerda yurgan eding? Bekor yurganim yo'q. Qara, keyingi mobning binosini topdim. Faqat uning mobi ko'rinmayapti. Balki qo'rqib qochib ketgandir. Va nihoyat men uni topdim. O'lib qoldi.
Ha, men uning boshini oldim. Ketdik, binoni ko'rib chiqamiz. Bu binoda nima ham bo'lar edi? Qara, boshqa binolarda nima farqi bor? Men buni ko'nglim bilan his qilyapman. Bu binoda aniq bitta qiziqarli narsa bor. Arti, bu yoqqa kel. Men topdim uni. Yo, olmosmi bu? Ha, seni GPS'ing ishlar ekan. Ammo bizda kirk yo'q ekan, nima qilishni bor. Endi ketsa ham bo'laveradi. Hozir biz qishloqqa prank qilamiz. Qishloqqa. O'lib qoldimi? Men buni ataylab qilganim yo'q qishloqqa. Qishloqqa shunchaki kalitni bossan. Va oxirgi kalla. Va bo'ldi. Ha do'stlar, biz buni uddaladik. Biz kallalarni hammasini yig'dik. Agar men bormaganimda u hech nima qila olmas edi. Endi xayrlashishning ham vaqti keldi. Biz kallalarni hammasini yig'dik va qishloqqa ketib qoldi. Biz esa videoni tugatishga qaror qildik. Hammaga rahmat. Kanalimga obuna bo'lib, like tugmasini bosib qo'ying. Hali qishloq bilan videolar yanada ko'p chiqadi. Modlarni esa mening Telegram kanalimdan topishingiz mumkin. Telegram kanali esa kommentda yozilgan. Xayr hammaga.